Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Hop, bizada weekly outlook. Bozorga endi qarayapman. Hech narsa ssenariylashtirilmagan. Hop. Endi qaraymiz. Bizada yangi oy уже mana martni ham o'tkazdik. Tillamiz ham all time highga chiqdi. 3086. Bu rekord. Hali bunaqa chiqmagan shuncha yil davomida endi chiqqanmiz. Hop. Bizada endi buyog'i aprel. Aprelda endi bir oy yana mana bunaqa bitta switchani ko'rsak kerak. Xo'p, agar mabodo oyimiz ochilib, ya'ni aprel ochilib, hayni yasab, keyin 15-gacha, aprelning 15 sanasigacha hech bo'lmasa mana shu switchani qornidan o'tib o'ynab turadigan bo'lsa, mana bunaqa qilib, bunda aprelni lovini ko'rishimiz mumkin. Agar aksincha bo'lsa, ya'ni ochilishi bilan tepaga emas birinchi pastga manipulation qilib tursa, unda keyin yana tepaga o'sib 2100larda narxi ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Impulslarga qarshi chiqmay, trendga qarshi chiqmagan holda savdo qilishimiz kerak. Hop, oylikda o'sha ssenariy haliyam premium diskount tortadigan bo'lsak, mana bu strong low'dan highga mana bizada mana bu diskount и buni tagida OB plus PVG bor. O'sha yerdan agar narx tushib keladigan bo'lsa, tepaga ko'tarishimizga bemalol foydalansak bo'ladi. Mana bunaqa ssenariy. Hop, endi haftaligiga tushib ketamiz. Haftalikda ham o'sha o'tgan haftadagi ssenariy turibdi haliyam. Mana bu hafta ham o'sdik. Aytganimdek hozirgi yangi oy ochildi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bizdan oldin farmlar kutyapti. Yana PPI'lar shunga o'xshagan newslar o'sha yerda foydalanishimiz mumkin. Agar mabodo ochadigan bo'lsak, aytganimdek korreksiyamiz mana shu weekly o'bigacha bo'lishi mumkin. Yoki mana bu FVG'ni o'zi ham bo'laveradi. Aynan ungacha kutib o'tirish shart emas. Aynan mana shuni ya'ni hozirgi o'tib ketgan hafta bilan undan oldingi haftani lowi bu oylik switchani 0.30larga to'g'ri keladi. Ровно yarmi emas, 0.30larga to'g'ri keladi. O'shangacha ham korreksiya qilishimiz mumkin uzoq. Weeklyda shunaqa ssenariy kutyapman. Tushsa bayqaraymiz. Lekin tepadan tushishga qiziqmaslik kerak. Главныйsi shu. Tepadan olib tushishga emas, qanaqadir zona topib, nimadir qilib, pastga olib tushishga emas, pastga tushganda tepaga ko'tarishga qiziqishimiz kerak. Mani fikrim bu. Xo'p, dayliga tushadigan bo'lsak, mana dayligda bizada low resistance chiroyli liquidli turibdi. Mana bu low, mana bu low. Agar korreksiya qiladigan bo'lsak, mana shu yergacha qilib turib, olib yana tepaga chiqishimiz mumkin. Lekin daylyda уже bizada OB qolyapti. Ochiladigan bo'lsa, pastga tushsa, yana tepaga qarashimiz mumkin. Lekin ehtiyot bo'lgan holda aytganimdek, birinchi hafta qiyin bo'lishi mumkin setup topishga, yoki keyingi haftalari yengil bo'ladi. Xo'p, H4. Uzoq H1gacha ko'ramiz, yo'q shart emas. H4 o'zi ham yetadi, H1 ko'rish ham shart emas bizda. Xo'p, bizada ko'ramiz, double ko'rishga o'xshagan narsa kutyapman to'g'risi. Tepada mana bu high olib turib pastga tushib buni olsa,
keyin yana tepaga hujum. Yoki yana sal chuqurroq korreksiya. Lekin unchalik chuqur emas, judayam chuqur emas. Hech bo'lmasa mana shu lov yetsa yetadi. Agar selga ishlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, mana shu lov sel uchun target zo'r. Yani, yaxshi target. Endi undan u yog'i sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Va bu yerda premium diskount tortadigan bo'lsalar, bu oxirgi olovdan buyoqga, o'zi mana buni tegini ko'rsatyapti. Demak, Hamiddagi iPhone'ga meni ko'zimni juda qizityapti. Mana bu narsa meni juda ham qiziqtiryapti. Hatto tushadigan bo'lsak, bu chiroyli ko'tarilish kutishimiz mumkin. Boshib kelsa, bitta ko'tarib, slip qilib, bunaqasidan ilashib bo'ladi tepaga. Bunaqa ishda bo'lsa, ilashib bo'ladi shunday. Bo'ldi. Orada hagga ham bitta qarab ketamiz. Hag mana baysaytlarni yechib chiroyli ko'tarib berdi bizga. To'xtalib o'tirgin dedimda. Bu baribir mana bu baysayt tutaman to'g'risiman. O'shani olmaguncha tili ham ko'tarilsa kerak deb o'ylayman. Endi bu hafta hozir bu yerda yopildi. Endi pastga tushib mabodo mana bu program back solishni kutaman. Pastga tushsa, reversal bilan bu ko'tariladi. Agar SMT berib qo'ysa, ko'ramiz. Nimadir qilamiz ishqilib. Bu baribir tepaga chiqishi kerak. O'shaning uchun tiliga haliyam bay setup qaragan ma'qul. Keyingisi bizada yevro. Yevro oylikda qaraymiz. Mana bizada nima holat debdi. Bitta ko'rgan bo'lsanglar, yevroyimiz oqib kelib, keyin tepaga ozgina harakat berib, hozir double purge qilmoqchi bo'lib turibdi. Hatto bu oylik time frame'ligini esdan chiqazmagan holda harakat qilishimiz kerak. Bu yerda bizada premiumga to'liq chiqdi. Hozir narx premiumda. Oylikda qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik tushib ketadi deb o'ylayapti. Tushib ketishi mumkin deb, lekin men hali tushishini kutmayapman. Men bundan qaytgan bo'lsa ham bu confirmation bo'lolmaydi, shu keyingi oylik switchlar yana dars tushib ketadi degan narsa bo'lolmaydi. Shuning uchun yana ham kuchliroq confirm kerak bizga. Bu tasdiqlanishi kerak klient o'zgarishi uchun. Xo'p, oylik BPRda turdik. Undan pastga ozgina korreksiya qilib yopildik. Endi bizda BPR bor. Oylikda eng tepada yana endi bu BPR emas, bu iPhone'ga bo'lib qoldi bizda. Mana shuni o'rtasida narx holatini kuzatishimiz kerak. Endi haftalik uchadigan bo'lsak. Hop, haftalikda holat. Haftalikda o'tgan haftani undan oldingi haftani lovini olib o'zi tepada yopildi, ko'rgan bo'lsangiz, baribir bayda qoldi. Mana bu uzun BPR narx ushlab qoldi. Pastda ham BPR bor edi, unga hali tushmadik. Agar tushadigan bo'lsak, bir reversal qarab ko'rsak bo'ladi. Men hali ham aytganimdek, bo'lishman. Momentlargacha ham chiqishini kutaman, hech bo'lmasa. Emas, bir kunlikka tushamiz. Bir kunlik holat. Bir kunlikda tepani baysaytni yechganimizdan keyin yechgan hayni svip qilib pastga tushdik. Chiroyli double purge bo'ldi mana tegin olgungacha. Bu baribir endi bu hozir yana ozgina chiqib yana pastga tashlab yuboradi degan narsani anglatmaydi. Aytganimdek, bizga kuchli confirm kerak. Mana bu FVgacha ishlab oldi.
Ishlamaga qolib ketdi. Shu bilan tepaga ko'tardik. Hozir man hech bo'lmasa mana bu baysa aytib o'taman. Namirsan. Nimaga bu? Aynan. Desanglar. Hop, hozir ko'rsataman. Mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zini oldingi foyga bitta test berib turib, pastga olib ketaman. Tamam. Shuning uchun uni oxiriga qaytib bo'lsak bo'ladi. Aynan bular emas. Bitta tushib kelib, bitta qaytib turib, bitta yerdan pastga tushgani uchun mana shu baysaytni ham target qilib olgan bo'lar edim. Buni ko'ramiz. Xarakterga qarab ishlayveramiz. Yevroga uncha qiziqmayapman o'zi, to'g'risi. Yevro mamlakatga ko'tarilib bo'lgandan keyin juda qiziqish yo'qoldi. Hozircha tilla и mastaq yaxshi variant deb. Pound. Poundga qaraydigan bo'lsak, poundda ham chiroyli ko'tarilish tepaga Mamblow yechib, eng tepaga hayga intilyapti mani nazarimda. Hop, yana nima deyish mumkin? Mana bu iPhone'ga ushlab qoldi narxi. Xuddi yevro ushlab qolganidagi deyishimiz mumkin masalan. Bitta mana endi o'zidan oldin yana kichkina BPR qoldirdi. Agar mana shu desentni ko'rsak, bu ham yana bitta tasdiq bo'ladi. Shu keyingi oylik switch mana shugacha tushib turib, qolgani tepaga chiqib ketishi mumkin. Haftalik uchamiz. Ham bitta SMT ko'rgandek bo'luvdik. Hop, haftalikda bizda bitta chiroyli hobby bor. Chiroyli hobby. Ungacha ham korreksiya qilishimiz mumkin. Korreksiya qilsak yana tepaga ko'tarish uchun ishlaymiz. И bizda chiroyli BPR bor. Xuddi yevroda bordek. Faqat yevroda u test bo'ldi, bunda test bo'lmadi. Hop, aytgancha esimga ko'rgandek bo'ldim. Men bu haftalik switchni 10-mart, o'tgan hafta 24. 10-mart 24. Ko'rasizlarmi SMTni? Weekly SMT beryapti bizga bozor. Demak, nima degani bu? Ko'tarishimiz muqarrar degani. Weekly SMT bor bizda. O'shani ko'rsatmoqchi edim boya. O'shaning uchun дальше bay ko'rmaman. Mana SMT. Hop, kunlik uchamiz. Mana shu yerda SMT bo'lib qoldi. Buni chizishim shartimiz. Haftalikda qolaveradi u. Hop, mana keyingisi ochilib, keyingi kunlik ochiladi. Keyingi kunlik ochilib, pastga shpilga bersa, yo dushanba yo seshanba ilashib olishga harakat qilamiz mana shu yerda. Mana bu katta uzun switchar yarmidan, ya'ni mana bu yerdan mana shu yarmidan agar yarmiga tushib bersa, keyingisi ochilib. Ну, mana shu yerdan qiziqamiz bayga. Tepagacha target high bo'ladi. Safe mana bo'ladi. Bu weekly uchun. Bir kunda chiqishi ham mumkin. Bu qaraymiz setupga qarab. Bu 8 degan bo'lsak, mana bu yerda ham SMT bergandek bo'ladi, lekin weeklyda SMT ko'rgandan keyin buni просто ignore qilsak bo'ladi. Hop.
bizada Namit aytlogi bor. Buzib o'tilib o'sha ichiga test bu bo'ldi necha marta. Bu yaxshi ushlab turibdi narxi. Ho'p, Mamit S&P bormikan? 27, 28, 27, 28. Ikkalasini ham olgan manimcha. Ikkalasini ham olgan. Ho'p, bu yerda ham tepaga harakat kutilyapti. Ну, shpilkalar juda ham uzun ko'rayotgan edi. Poundni shpilkalar uzunligi. Narxi o'zi kichkina-yu, lekin manipulationlari uzun bo'lganiga bu yerda nimadir deyish qiyin. Lekin agar mana shu switchani tepasida tana yopilsa, keyin u beqil bosib bo'ladi. Ungacha mana ishimga o'chirib tashlaymiz. Yevroda pastga tushib o'tirmadim. Chunki targetlar aniq yevroda aytgancha H4 ga tushmamiz. Mana men bu videodan tepa harakat qilaman. Mana bu equal highligacha. Yevroda shunaqa. Buni chiroyli qilib chizib qo'yaylik. Chiroyli qilib. Men bu videodan короче tepaga harakat qilyapman. Chiroyli chiqib bersak, ilashib olishimiz mumkin. Dushanba yo seshanba. Equal highligacha. Mana shu yerda сразу chiqib ketamiz. Или Mambobigacha. Ko'ramiz. Xo'p, standard deviation ham topsa bo'ladi bu yerda. Necha to'g'ri keladi? -1, -2. Yaxshi. Aytganimdek, uchamiz. MMBM kutyapman. MMXM model bo'yicha Namit SMR уже deb o'ylayapman. Tepaga harakat qilyapman. Ya'ni qanaqa? Bu o'zi hozir mana accumulation faza deb olishimiz mumkin. Mana shu korotkani. No, agar korotka bo'lmagan bo'lsa, tushib tepaga ko'tarilganda tek ko'rgan mana bitta korotka, bitta yana bitta tepaga olib kirgan, yana bitta ozgina korotka и targetdan qilib olishimiz mumkin. Shunaqa narsa qilaman. Mana shu ozgina o'ynasak, yana chiqib korotka yasab o'ynaymiz ozgina naviklarda и highga urib yuboramiz. Weekly SMT u bilan hazillashib bo'lmaydi. Tushunaveringlar menga. Shuning uchun bay qaragan ma'qul. Trendga qarshi chiqmaydigan holda. Xo'p. Pound o'sha gapi ham o'sishini kutolmayotganimdek ba'zi endi bilmayman, men bu lowlarni yig'ishtirib turib, yo men bilan yig'ishtirib turib tepaga chiqib, korreksiya, accumulation, yana accumulation shunaqa qilib mana bu haykagacha ham chiqib qolsa kerak. Ну, uncha uzoq emas, lekin yevroda uzoq ko'rinyapti u. Rostdan ham uzoq lekin. Agar ilashib olsa, yaxshi target bo'ladi mana shu. OC, ya'ni mana bu OC bizani target bo'lishi kerak. Mumkin emas. Mana bu bizani OC bo'lishi kerak. OC. Xo'p. Narximiz bir tochka 0.9548. O'shangacha bay ishlaymiz. Agar vaziyat topsak. Mana shu OBni ilashib olishga harakat qilishimiz mumkin. Agar butun hafta bo'yicha ushlab turadiganlar bo'lsa, ya'ni swinglar bo'ladigan bo'lsa, mana shu OCgacha momentdan ilashib olib ishlasanglar bo'ladi. Hop. Pound aytganimdek men ishlamayman poundda, bu ko'rinish yoqmayapti. Auto yevroga setup qilishimiz mumkin.
Undan keyingisi XY. Bizani chiroyli XY. Buni men kanalga tashlab qo'ygandim. Ideyamni mana bu yerdagi weekly BPR gacha bay tutolman, to'g'risini aytsam. Lekin ungacha chiqib o'tirmadi. Mana bu FVGgacha ham chiqib berdi. O'shani o'zi hisob bo'lishi mumkin. Mana bu chiqish o'shaning uchun yana dalish tepaga ko'pmagan holda pastlarni target qilishimiz ham mumkin. Bu yerda weekly shartni ham ko'raman, to'g'risini aytsam. Bilmayman. O'zim shartni master emasman, lekin shartni ko'rayotgan bo'laman. Logacha. Agar bu lekin yana tushadigan bo'lsa, naryog'ini ko'tarishimiz aniq, lekin bu tushmasdan yana korreksiya qilsa, hech bo'lmasa mana bu FVG или mana bu yerdagi OBgacha ham, mana bu OBgacha ham korreksiya qiladigan bo'lsa, yevro bemalol aytganimga o'sishini yechib yuboradi. Shuning uchun kutamiz, nima qiladi, nima qo'yadi, harakat kuzatishimiz kerak hafta davomida. Hozircha bular oddiy taxmin bo'lib qolyapti, lekin o'sha dushanba, seshanba o'tgandan keyin qolgan 4 kun, 3 kun уже aniq bo'ladi yo'nalishimiz. Kulida ham qarab olsak, kulida ko'tarishini kutuvdim, ko'tarib ham beruvdi. Endi bu ideyalarimizni sekin o'chirib tashlaymizda. Mana bizga OBni tasdiqlab berdi. Mana bu switchi tushishi bilan. Endi agar tepaga harakat qilsak, pastga ilashib olishimiz kerak. Yo, mana bu FVGni OB qilib olmoqchi bo'lgan shamimizni yarmidan yoki uni tagidan shundoq OB sifatida ishlatib olsak ham bo'ladi. Bunaqa narsa qilibman. Qashqarga bitta tez tushamiz. Endi mana bu yerga qolgan narsalar ham shart emas, kerak emas вообще. Siyuklar, aytuvdilar. Hop. Mana buni unaqa cho'zib o'tirmayman. Buzilib ketibdi. Mana bu FVG bizani diskauntimiz premiumdami yo'qmi? Shu o'ylantiryapti. Hop. Mana bu yerga ham chiroyli tushibdi. Bitta mana buni o'rga qilib olsak bo'ladi. Mana shu 3 shanba o'rga qilib olib, pastga ishlasak bo'ladi. Bu yerdan o'tga tortib qo'yadigan bo'lsak, OTI tortadigan bo'lsak 0.62. Вот, sizlarga четко OTI. Shanga to'g'ri kelyapti. Dollar qulashini kutaman bu oy. Aytganimdek, pastgacha yana o'zi o'sha korreksiya qilgan joyigacha tushishini kutaman. Ko'ramiz, qancha tushadi, nima qiladi, vaziyat qarab ishlayveramiz. O'zi H1ga tushib o'tirgan, u H1 yetarli bo'lib turibdi. Agar aytganimdek tepaga chiqsa, mana qilib ilashib olib, pastga olib tushib ketamiz. Bunda ishlamaymiz, bu просто yevroda ishlaganimizda kerak bo'lib qoladi lekin. Yevro bay bu sel bo'lyapti. Endi biza sevgan mustaqil. Hop, bu yerda o'tgan haftani zo'r bitta 1.7 setapi bo'luvdi. Mana bu yerda kimdir ishlaydi, kimdir ishlamadi, hatto biz ishlaganmiz. Mana bu PDLgacha haftani oxirida, ya'ni juma kuni mana bu yerga ilashib olib, pastgacha olib tushib ketganlar ham bo'ldi. O'sha bizada target, sizlar bilganingizdek, pastdagi sell side. Bu weekly PDRdan qaytib o'tib ko'rganinglardek, mana bu sell side bizlar uchun aktual juda ham. Endi yechsa kerak. Agar S&Pga qo'ymagan bo'lsa, hozir ko'ramiz. Hop, buni narxi salkam 19.115 ekan. Buni bosib qo'yamiz deb. Hop, S&P 500 ga o'tadigan bo'lsak, bitta S&P yo'q. Hozircha toza weekly. Mana shu bizning target. Keyingi hafta ochiladigan bo'lsa, sразу mana bu yerda dushanba kuni yoki seshanba kuni high yasab turib,
Katta anaqa tushish bo'lishi mumkin. Man bittagacha. Ya'ni man bo'lguncha. Birinchi man bo'lguncha. Keyin mamingacha. Hozir mamini yechib bersa, bizga yetar edi. Undan start qilishi, qachon Tramp bojlarni yig'ishtirib, sal aqli kirib, siyosat, iqtisodiyotga yaxshi e'tibor qaratsa, o'shandagina Nasdaq ko'tarilishi mumkin. Hatto ungacha mm, qulashimiz davom etishi mumkin. Man bu lo'ligacha, mabitligacha, 16 17 ming dollarlargacha davom etishi mumkin. Hatto yaxshi ish bo'lmaganiga tushib ketsa. Bu bizga farqi yo'q. Biz setabroq kiraveramiz. Bu просто Amerika iqtisodiyotiga ta'sir qiladi. Hop, bundan keyingi panamiz Nasdaqda deylik uchmaniga ikkinchi. Deylik uchadigan bo'lsak, bu hozir target sразу urib qo'ysa judayam zerikarli bozor bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu targetni urmasdan tepaga chiqadigan bo'lsa, ozgina hech bo'lmasa buni ozg'ugi ham yo'q ekan. O'ta bu ana juda ideal. Mana premiumimizda bizada nima bor? Bitta BPR bor, daily BPR. Hatto ungacha chiqib o'tirmasa kerak deb o'ylayapman men kichkina. Ungacha chiqib o'tirmasa kerak. Сразу o'sha mana bitta breakerdan entry bo'lib ketsa kerak. Ko'ramiz. Nima qiladi? Bozor ochilishi bilan setup topib kiraveramiz. Mana harakat. Ozgina tepaga mana bu yerda pastga keyin. Bunaqa ssenariy bo'lishi mumkin. Bo'lmaydi, juda aniq tushish shart emas. Kelsa, keyin setup qidirganda tushishimiz mumkin. Hozircha uni ko'rsatish shart emas. Просто impuls xolos. Gerga ham bitta qaraveramiz. Ger bizada chiroyli tushyapti. Tepada equal high qilib qoldirib ketdi. Agar esimki bermagan bo'lsa, tepada hop. Endi bizada mana bu yerda buzilgan nima bor? Buzilgan bitta katta to'ligi bor. Endi bu minus to'liga, ya'ni pastga tushiruvchi, avval ko'tariluvchi bo'ladi. Bu kichkina endi уже hyperga aylangan bitta hyperga bor. Mana shu ikkalasi mana bu yerdagi dailydagi OB bizani selga olib tushib ketishimizga yordam berishi mumkin. Ya'ni agar bozor hafta davomida tepaga chiqib beradigan bo'lsa, mana shu ishlardan pastga qarab olsak bo'ladi. Gapgacham birinchi o'zini lowgacha, ikkinchi mana bu equal lowgacha. Men jam buni target qilish sal erta bo'lishi mumkin. Hatto o'ziniki bilan mamnun, juda chiroyli target. Mana shu ikkalasi. Mana shu ikkalasini oladigan bo'lsak, yaxshi ish bo'lib ketadi. S&P'ni tekshirishimiz kerak. Mana bunisi 11-mart, bunisi 28-mart. 11-28. Bu S&P bo'lishi mumkin. Hatto bu ham tushishi kerak, lekin bu tepani yaxshigina yig'ishtiribdi. Demak, S&P bor ekan, bu equal high bo'lib qolgan joyda. Baribir tushib qolaman. Mana shu ideyada qolaman. Bu indeks uchun. Sal pastroq tushamiz endi. H4da o'tgan hafta men bu OBdan sel kutuvdim. Kutganimdek normalniy qulash bo'lib, men bu sel saytda yechib berdi. Chiroyligina bo'lib target turib, hatto bunga kirilmadi lekin. Chiqishdan avval men bu OBdan ham zo'r reaksiya olibdi. Men bu OBdan endi agar buni o'chirib tashlaymiz. Kerak emas. Endi agar ko'taradigan bo'lsa,
o'tiradigan bo'lsa, bizda oxirgi hay bu bo'lsa, hozir oxirgi low bu bo'ladigan bo'lsa, premium diskount tortadigan bo'lsak, narximiz tepasida FVG bor. Demak, mana shu FVGga kelganda, nimadir qilib pastga olib tushib ketishga entry qidirsak bo'ladi. Ketdi. Mana bu breaker bo'lib beradi. Hamda buni bo'lishini ham belgilab qo'ysak, FVG bilan rosa bir-biriga to'g'ri kelyapti. FVGni ichida. Ну, chiroyli setup. Chiqamiz bundan ham. Agar bersa setup bosib yuboramiz. Undan maydasiga tushib o'tmayman. Hop, yana nima? Kerak emas. Bitcoin. Bitcoin bizga nima deyapti? Bitta oylikda qaraymiz. Oylikda men bu o'yinni kutib hatto hozir biza уже oylik switchani 50% buza olmaganimiz. Menimcha, mana hoppa, mana bunisi boshqa gap. Oylik switchani FVG'sini buza olmaganmiz. Mana narx tepada. Bir kunda yopiladi, hatto ishoninglar uchadi. Monthly sharti bo'lishi ham mumkin bu. Low olgan holda tepada yopilyapti и keyingi harakat qayerga hujum? Mana bu hayga target qilishimiz mumkin. Ya'ni $102,000 atrofi. CRT haygacha ishlashimiz mumkin. Ну, bu zo'r, chiroyli qizil targetimiz. Qizil. Bu bizning qizil targetimiz. Nu ko'ramiz. Agar entry beradigan bo'lsa, bosib yuboramiz. Bular mana shu yerda qoladi. Xo'p, weeklyda nima ko'ramiz? Weeklyda ham o'zi sal dabdala ssenariy bo'lgan. Chipgili berib tashlab, hozircha bular kerak emas boshqa. Hop, hatto mana bu tepasini olib pastga tushib buni olib qo'yish ehtimoli bor. Lekin teng yopilish ehtimoli ham bor bu hafta. O'zi 6 soatlarda yopiladi. Ya'ni o'zimizni bozor ochilganda Bitcoinni bu haftalik switchasi yopiladi bugungi shanba. Hop, bungacha ololmasa kerak deb o'ylayman. Uni olib ketmasdan mana shu yerda qoladi bu menimcha. Biza lowni target qilmasak ham bo'ladi. Deyliga tushadigan bo'lsak. Deyli nima? Deyli men double forge kutyotgandim o'zimcha, lekin o'zi bu menimcha ham bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Endi bu tepaga chiqib keyin pastga tushishni kutyotgandim. Tepaga chiqib mana buni olib bersa, keyin pastga tushib ketamiz deb o'ylayotgandim. Lekin oylik shartli ko'rib qoldik hozir. O'shaning uchun targetimizni ham o'zgartirib turganimiz ma'qul deb o'ylayman. Hop, bizada Ethereum bilan S&P'ni qidirishimiz kerak. Mana bizga Bitcoin BPR berdi. Mana shu yergacha buy ishlashimiz kerak. Hop, bu tushishdan ham foydalandik. Ko'tarilishdan ham foydalanishimiz kerak. Hop, bitta S&P'ni tekshirib olamiz. Mana buni sanasi 18 и o'tgan hafta 29. 18 29. Yo'q, bitta low qo'ygan. Bitta mana bu ikkalasi bor. Mana shu ikkalasi o'zi S&P bor. Bugungi bilan S&P bordi, mana bitta ham shu bor. Shunga back turma и mana bungacha. Mana shu BPRgacha. Agar biz BPR buzadigan bo'lsak, ya'ni tepaga buzadigan bo'lsak, korreksiyasida LTFda tasdiq bilan uzoqga uchivorsak bo'ladi.
ya'ni mana bu low resistance yechilishiga takka yechadi buni. O'shaning uchun masjidgacha и mana bunisi. Bunisini ham urib yuboramiz agar. Bunga chiqsak, buni ham urib yuboramiz. Shuning uchun men Bitcoin'ni buy qilganman to'g'risi. Oylikda buy qilganman. O'zi shuning uchun targetlarimizni sekin haftalikda ham o'zgartirsak bo'ladi. Bitcoin tushib ketadi 70 mingga degan gaplar o'zi menimcha neaktual. Siyart ishlaydimi yo'qmi uni ko'rish kerak. Aprel kuzatamiz nima qilishini. Xo'p, bizda qaysi turga uchadigan bo'lsak, iPhone'imiz bor. iPhone'imiz narxi zo'r ushlab qoldi. И men SMP ko'rdim. И сразу sell positionlarni yopib, lowgacha ushlab o'tirmadim. Mana bu yerda SMP. Hozir ko'rsataman. Hop, sanasini yozish shart emas SMPning ichiga. Mana shu o'zi qolsin. Hop, mana bu yerda 29, bugun 30, to'g'rimi? Qaysi to'r? Mana. Chiroyli SMT. SMT. O'shanga bu hozir tepaga ketyapti. Bu dalish ketadi, xudo xohlasa daily bitlar kutaman. Bayda. Bu sell o'shatgacha olib tushdik, pastga yaxshi chiroyli bo'ldi ham. Hop, mana buni buzib olamiz. Aytganimdek, birinchi buzib olib, bitta orqaga qaytib turib, dalishni kutamiz keyin. Daily'imizgacha. Daily'imiz hashtorga qattiq to'g'ri keladi bilmayman. Buni hozir pastgacha ko'rsatgan qilsak. Mana bu qaygacha. Mana bu qaygacha bosib orar ekanmiz. Shunaqa. Mashqgacha bay. Kutaman. Mana bu iPhone'ga buzilsa, u bilan tepaga reaksiya olishimiz mumkin aytganimdek. Bular mashq qoladi. Mana qizilda belgilab qo'ysa bo'ladi. Qaysi biriga tushadigan bo'lsak. Bu H1 shart ham emas. Agar mana bu yerda o'zi SMTga вообще qaramaydiganlar, bu yerda nima bo'lyapti deb o'ylaydi. Bu yerda mana bu hobiyda seyr ishlashga harakat qiladi. Masalan, mana bu sweeper bor deydi. Tushishdan avval mana bu pastda sweeper bor deydi. O'shani tepasiga stop qo'yadi. Mana buni target qilaveradi. SMTni ko'rmasdan. Hatto bozor SMT berib, o'zi keyin o'zini yo'nalishini o'zgartirib, mana buni urib yuborganda keyin nima bunaqa bo'ldi, keyin qarab o'tirishadi. Shuning uchun SMP'larga e'tiborli bo'linglar, strukturaga yaxshilab qarab, tekshirib harakat qilinglar. Bu hobby ushlamaydi, undan keyingilari ham boshqalari ham ushlamaydi. Mana shu yergacha olib tushdi, SMT bergungacha ham sel ishladik. Ko'rganlar ko'rdi. Hozir uni ko'rsataman. Hop, o'shaning uchun bay kutaman. Mana bu FVG'imiz endi teskarisiga ishlaydi. Ya'ni 32 minutda tepaga yopiladigan bo'lsa, yana pastga tushsa, tepaga harakat qilamiz. Keyingi haftada ham davom etamiz. Fikrim bay Bitcoin uchun. Menimcha yetadi. Monthly bo'lib ketdi o'zi buyog'i. USDK bular hozircha shart emas. O'zimiz sekin weekly chiqazaveramiz. Ularga agar xohlasanglar, bu unchalik aktual parol bo'lmaganiga, mashina o'zi ham ancha yetib ortib qoladi. 40 minut ketdi. Nechta para ko'rdik? Hop, tilla ko'rdik. Yevro, poundni ham ko'rdik. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta para ko'ramiz. Sirazu. Fikrlarim shu. Tillaga aytganimdek pastroq tushsa bay yana. Yevro weekly SMT bor. Bu ham bay. Nasdaq fikrim sel. Pastdagi ekologgacha. Gerchik bu ham sel. Bitcoin bay. И the end. Hammaga rahmat.